Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Norvegiyada ziyorati bo'lib atgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qodir xonim 21 noyabr Norvegiyaning Bergen shahrida o'tkazilgan Dunyo kishilik huquq yig'iniga qatnashgan. Rafto kishilik huquq fondi tarafida uyushtirilgan bu yig'inga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa parlamentining vakillari, Norvegiya tashqi ishlar ministrligining mas'ullari va ommaviy tashkilot vakillari bo'lib nurg'un kishi qatnashgan. Rabiya Qodir xonim yig'inda Rafto mukofot olgan kishilarga vakolatan so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan yuqori besimliq siyosatini va Xitoyning Uyg'ur elida yurgizayotgan kishilik huquq dafsandichiliklarini bash qilgan. İgəlinishicha 23 noyabr kuni Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xalqaro kishilik huquq markazida o'tkazilgan vakolatsiz millatlarning diplomatiya kursiga Uyg'ur vakillari qatnashgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh kotibi Dolqun Aysa Uyg'ur milliy davosining tarixi va tajriba saboqlari haqida doklad bergan. U shu kuni Germaniyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh kotib Stefan Apandi bilan so'zlashgan. Andın Taylandning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilar bilan uchrashib, Bangkokda tutib turilayotgan Uyg'ur musofirlarini surishtirgan. 24 noyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 9 navbatlik oz sonliqlar munbiri yig'ini boshlangan. Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh kotibi Dolqun Aysa 25 noyabr so'z qilib, Xitoyning Uyg'ur elidagi yuqori besimliq siyosatini ayiblagan. Türkiye parlamentinin torda ma'lum bo'lishicha, Cumhuriyet Xalq partiyasining parlament a'zosi Gürsel Tekin Türkiye hukumatiga Abduqodir Yapchan masalasi bo'yicha savol qo'ygan. Gürsel Tekin 24 noyabr kuni Türkiye parlamentida qilgan so'zida Turk hukumatiga Yapchanni Xitoyga qaytarishdagi sabab zodi nima? Xitoylar Turkiyadan uni talab qildimi? Türkiye'nin Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga kirish-kirmasligi bilan Yapchanning Xitoyga qaytarilish masalasida bir bog'lanish bormi yo'q degandek 7 savol qo'ygan. Abduqodir Yapchan masalasini yaqindan kuzatayotgan Turkiya-Xitoy munosabatlari mutaxassisi doktor Erkin Akram bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilib, o'z ko'z qarashlarini bayon qilib o'tdi. Qashqa Hitka jamiasining imomi Juma Tayir buningdan 2 yil ilgari, ya'ni 2014-yili 30-iyul kuni Qashqada pichoqlab o'ldirilgan edi. Uyg'ur Abdunum rayonining partkom sekretari Chen Chuengu 17 noyabr kuni o'zining muavini Ju Haylunni Qashqaga avatib, Juma Tayirning oilasidan hol so'ragan va Juma Tayirni vatanparvar diniy zotlarning o'g'inish ulgisi deb maqtagan. Muajiratdagi Uyg'ur jamoati bo'libmi Uyg'ur sarxillari Xitoy hukumatining bu tashviqot o'yiniga qarta kuchli inkas qaytirdi. Uyg'ur kuzatuvchilardan Mehmet To'xta apandi Xitoyning Juma Tayirni Hitka jamoasiga imomlik tayinlashi ularning shayton o'yinining bir qismi dedi. Abduxoliq, Abdusalam, Adil qatorliq 3 nafar Uyg'ur 2013-yili Ladakh yo'li orqali Hindiston kontrolligidagi Kashmirga qochib chiqib, Hindiston doiralaridan siyosiy panohlik talab qilgan edi. Halbuki Jammu Kashmir soti yaqinda qaror chiqarib, bu uchaylarning siyosiy panohlik talabini rad qilgan. Hindiston taratqullari bu haqda xabar berib, Hindiston ichki ishlar ministrligining ularni Xitoyga qaytarib berish qarorini olganligini bildirgan. Hindiston hukumatining mazkur qarori muhojiratga Uyg'ur tashkilotlarining andishasini qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rashid bu vaqtda inkas qaytarib, har qanday bir Uyg'urning Xitoyga qaytarilishi intayin xatarlik oqibatlarini olib keladiganligini eskartdi. O'tgan hafta Bo'rtala oblastining muavin boshlig'i, muavin partkom sekretari va oblastlik saqchi idorasining boshlig'i qatorliq 10 necha kishidan tashkillangan bir amaldorlar guruhi radiomizda shikoyatlarini bayon qilayotgan Rabixon Musa ona bilan suhbat o'tkazgan. Amaldorlar suhbat davomida Rabixon onaga pasport bermaslikning bir siyosiy qaror ekanligini ta'kidlab, uning endi chet el axborotlariga shikoyat qilmasligi haqida takror ogohlantirish bergan. Rabixon ana radiomiz ziyoratini qabul qilib, o'zining 3 oygacha axborotga gap qilishni vaqtliq to'xtatib turganligini va vaziyatni kuzatadiganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.